oilamni, farzandlarimni o'tqizmasdim, endi qarang begonalarni o'tqizib qirqib yuribman deydi. Taxminan bundan bir 7-8 yil oldin ko'chada taksiga chiqdim. Bu paytlar hali Yandexlar nimalar bunaqa rivojlanmagan payt. Oddiy bir akamiz bizdan ozgina yosh kattaroq bo'lgan. Oq Nexia 2 edi meni esimda. Bu odam bilan gaplashib qoldik. Haligi odam menga voqeani aytib beryaptilar. Alloh u odamdan rozi bo'lsin. Eshitib qolsalar misol uchun rozi bo'ladilar. Ibrat uchun aytdim. Qattiq ishlashlari, qattiq ishlaganlari to'g'risida gapirmayman. Yaxshi bir joyda ishlaganman deydilar. Ozgina shu joyda ishlab turib, o'zimga yangi o'sha paytda Nexia 2 sotib oldim deydilar. Shu haydab yurgan mashinalar, qirqib yurgan mashinalar. Sotib oldim. Mashinamni shunaqa toza qilib olib yuraman, akkuratni qarab yuraman, zo'r qarayman. Aka deydi, ishonsangiz, mashinani orqasiga farzandlarimni o'tkazmayman deydi. Bolalarimni o'tkazmayman. Odam o'tkazmayman xullas deydi mashina orqasiga. Shunaqa mashinalarni yaxshi ko'raman, shunaqa darajada mashinani odamdan afzal ko'rib hurmat qilaman deydi. Hozir u odam mana qirqib yuribdi. O'sha mahalda endi qirqib yuribdi. Orqaga har xil odam o'tirib, nima deydi? Har xil odam o'tirib ketyapti-da. Xohlagan ishini qilib. Afsuslanaman, shunaqa afsuslanaman aka deydi. Oilamni, farzandlarimni o'tkazmasdim, endi qarang begonalarni o'tkazib qirqib yuribman deydi. Yaqinlarni qadriga yetish kerak. Hozir misol uchun o'sha mansabi, o'sha puli yo'q, lekin o'sha farzandi, ayoli, o'sha endi ota-onasi, yaqinlari yonida lekin. Xato qilganman deydi. Shunaqa xato qilayotgan odamlarga yuborib qo'yasizlar. Rahmat.